Assalomu alaykum aziz qadrdon tadbirkorlar, aziz yurtdoshlar. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p ko'rayotganingiz Jack X200 ni bugun sizlarga YouTube'da to'liq obzorini qilib beramiz. Bu sizga nima beradi? Bunda aytib o'tilmagan, boshqa videolarda aytib o'tilmagan fishkalarni, plyus minuslarni aytib o'tamiz va boshqa mashinalar bilan shaxsan o'zim solishtirib hamda haydovchilar bilan haydab ko'rganda, birga savol javob qilib yurib ko'rganimda nimalar haqida Jack X200 ni yaxshi yoki yomon tomonlarini aytib o'tgan, o'shalarni aytib o'taman. Siz tayyor bo'lsangiz boshlaylik. Jack X200 to'rt xil uslubda ishlab chiqariladi. Birinchisi shassi holatida. Buni ustiga xohlasangiz samosul o'rnatishingiz ham mumkin. Shunaqalarni ham ko'rdim. Ikkinchisi bartoy, hozir bartoy haqida gaplashyapmiz. Xo'p, uchinchisi zavodskoy yig'iladigan rolikovoy tent hisoblanadi, tentovoy variantida va izotermik qilingan priyom tovarni. To'rtalasini ham narxi har xil va biz yanvar-fevral oy oxirigacha mashinalarimiz 16 million 800 ming so'mlik chegirma e'lon qilganmiz. Bu 16 million 800 sizga nima beradi? Hop, propan yoki metan qo'yib olib va undan keyin nomer oformleniya qilishingizga ham mana shu pullar yetadi. O'shaning uchun 16 million 800 ming so'm hop chegirma berilgan. Albatta fevral oyi oxirigacha xarid qilishga ulgurib qoling. Mashina bartoy, hop, zatynomni qilingan farlar bilan jihozlangan. Bakoylarimiz, hop, bunaqasiga yopsangiz ham bo'ladi yoki ichkaridan oynalarini yoqqa bu yoqqa boshqarishingiz ham mumkin. Buni albatta ichkari kirganda o'zim ko'rsatib o'taman. Mashina materiali, boshqa mashinalarga solishtirganda materiali qalin. Hop, fishkalarni sanab ketyapman o'zi. Hop, ikkinchi fishkalaridan, hop, balonlarimiz o'rtacha yumshoqlikdagi balon hamda 15 razmerda bo'ladi diskalarimiz. Hop, bu hech qanaqa resor emas, bu tarsovoy vilka hisoblanadi. O'zimiz nima deymiz shuni? Hop, poddushkali deymiz va podvesnoy deymiz. Xuddi shunaqa hop qilib o'rnatilgan. Mashina bortiga keladigan bo'lsak, katta ham yoki kichkina ham emas, juda bir ixcham chiroyli qilib ishlangan. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Sababi hozir tirbandlik ko'p, hop, dastavkalarimiz u yoqqa bu yoqqa yetkazishda qiyinchilik bo'lmasin, ko'p joy egallamasin degan maqsadda ham kuzovlarimiz juda o'rtacha me'yorda ishlab chiqarilgan. 311 ga 175 hisoblanadi kuzovimiz. Bartoyimiz 1 tonna 845 hujjatiga yozilganiga qaramasdan 2,5-3 tonnani bemalol olib chiqadi. Bu mashinada hop yana bitta tarafi 2,5-3 tonna yuk bilan aytaylik birorta qiyalikda, ya'ni tepalikka chiqishingiz kerakmi? Ustida o'sha 3 tonna yuk bilan 3-skorda ham mashina chiqar ekan. Buni albatta haydab yurgan shofyor aytgan gapini aytayapman sizga. Hop, past tarafga qaratamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Hop, 13 razmerli qo'sh balon bor bu yoqda. Qo'sh balon. Bu resor hisoblanadi. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, hop, orqasida 15lik hamda 13lik razmerli zapaskalarimiz o'rnatib qo'yilgan. Mashina uch tarafga ham bemalol ochiladi. Buni shunaqa yuklashga to'g'ri kelib qolganda uch tarafga ham ochib bemalol yuklasa bo'ladi. Hop, endi operator iltimos yaqinlashtiring. Buni boshqa mashinalardan ko'ra fishkalarini aytib o'taman. Hop. Bir emas, ikki emas, 3 ta mijoz bilan gaplashganman o'zim. Yaxshi taraflarini qarang, boshqa mashinaga nisbatan. Mana bu nima? Ip yoki tent bog'lash uchun qo'yilgan dastak, to'g'rimi? Past tarafiga ham ko'rishingiz mumkin, past taraflariga ham qo'yilgan. Xo'p, endi mashinaning ichki tarafiga ko'rsatamiz. Keling, ichki tarafini ko'rsatamiz. Mashina ichki tarafiga ko'rishingiz mumkin. Hatto ichki taraflariga ham mana shunaqa hop ip bog'laydigan joy qo'yilgan. Bu nimaga? Bu nima uchun aytayapman yoki buni nima uchun o'sha shofyorlar aytgan? Hammamiz bilamizki, hop, mol, ya'ni chorva boqadiganlar yemish tashish uchun, ya'ni hozir internetda mashhur bo'lgan o'sha beda press, somon press yoki boshqa umuman yemish tashish uchun mo'ljallangan, bog'lashga mo'ljallangan demoqchiman dastalarni. Bu juda qulaylik yaratadi. Yana misolcha aytaylik, akfa romlarimiz yoki umuman qaysi rom eshiklar o'rnatadiganlar borki, o'rtasiga qo'yib olib turib, yana bog'lashga to'g'ri keladi. O'shanda ichki tarafdan, tepa, borti tepa tomonidan yoki past tomonidan ham bog'lash uchun mana shu narsalar alohida qo'yib ketilgan. Bunga alohida e'tibor berasiz degan umiddaman. 65 talik razmerli benza bakimiz joylashgan. Aytganday, mashina rasxoti 8 litr pustoy holatida, yuk bilan 10 ta atrofida rasxoti bor mashinani. Materialni o'sha aytib o'tdim boya, yaxshigina qalin material rostdan ham. Buni boshqa yuk mashina haydaydiganlar ham tan olishdi. Mana shu hozir quyida sanab o'tayotgan fishkalarini yaxshi deb albatta. Xo'p, operator, bu yoqdan siz o'tirib olasiz. Men hozir shofyor o'rindig'i tarafdan kelaman. Xo'p, qani bismillah. Shu videoni ko'rib turgan aka, albatta inshaalloh sizga mana shu mashina nasib qilsin. Xo'p, mana hozir o'sha men o'tirdim 181 bo'yimda, mashina ozgina torliq qildi. Mana buni qilib, sedana orqaga hop surib olgan holatimda bemalol o'tiryapman. Oyoqlarim ham joylashuvi ham yaxshi. Xo'p, mashinani eshigini ko'rsating, o'sha tarafdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Mashina sifatli plastikdan ishlab chiqarilgan, elektron oyna ko'tarib yopadiganlar bor. Hop,
kolonka hamda pusholkalar o'rnatilgan. Albatta bu yoqqa narsa qo'yiladigan joylari mavjud. Xo'p, torpeda qismini ko'ramiz. Torpeda qismimiz, eshik plastiklarimiz, umuman hammasi issiqda, sovuqda erib, joyini o'zgartirib qoladigan plastik, sifatli plastik qo'yilgan. Hamda bu oqarib ketmaydi. Mana qanchadan beri sotyapmiz, mana shu narsani guvohi bo'lib turibmiz. Xo'p, rullarimiz usulenli gidravlika qilingan. Bu yoqda bemalol boshqariladigan panellar ko'rishingiz mumkin. Konditsioner albatta bor, pechka bor, ABS sistema bor. ABS sistema ko'pchilik aytsak ABS nima? ABS tormozni bir xil hamma balonda teng taqsimlab beruvchi hisoblanadi. Bu nimani beradi? Bu tormoz yaxshi ishlaydi degani. 5 bosqichli skorostimizni ko'rib turibsiz. Bu yoqda ruchniklarimiz, hop, zavod tarafdan mana bunaqa stakanchiklar ham berilgan. Buni endi bilmadim, nima maqsadda foydalanasiz. Xo'p, mashinamiz yana bitta fishkasi 3 kishi, ya'ni 3 o'rindiqli hisoblanadi. Shofyordan tashqari yana ikkita yordamchi ham bemalol yursa bo'ladi. Xo'p, bu yoqda salon choqlarimiz, xo'p, mana bunaqa yondirib, bu yoqqa esa ochkingizni qo'yib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, bu yoqda bardachogimiz, mana bu yoqqa garantiya kitoblarimiz bu yoqqa tushib ketgan ekan. Xo'p, mana bu yoqqa kitobchalarimiz bor, garantiyalarni yozib beramiz. Hujjatlar qo'yish uchun yoki nimadir aksor qo'yish uchun ham joylar. Yana bitta yaxshi tarafi bakovoyni ko'rsating. Bakovoyni boshqarish ichkaridan hisoblanadi. Ichkaridan bo'ladi. Ya'ni bu yoqda dastakcha bor, o'shani o'ngga burasangiz o'ng tomondagi, chapga burasangiz chap tomondagi bakovoy ko'zgularni bemalol boshqarib o'zingizga to'g'rilab olishingiz ham mumkin. Xo'p, keyingi fishkasi ko'rib turibsiz, 3 kishilik 3 ta o'rindiq ko'rib turibsiz. Agar 3 kishi emassiz, 2 kishi ketyapsiz, to'xtab ovqatlanib o'tirish hojati yo'q. O'sha ovqatni olsangiz o'zingiz bilan soboy, bu yoqqa pastakanchik hamda mana buni ustiga bemalol qo'yib, bar sifatida ham foydalansangiz, buni ochganda esa hujjatlarni solib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mashinada, xo'p, bu yoqda kulishlari, balon kulishlari hamda orqa tarafida mana damkarat turibdi. Xo'p, endi mashinani motori pastda turibdi. Aytib o'tdim, 2 lik motor hisoblanadi. Hozir o'sha tarafga o'tib, motorni ochib ko'rsataman. Bismillah. Mashinani sidinasini ko'tardingiz motorni ko'rish uchun. Buni mana bunaqa qilib hop ipiga bog'lab ushlatib qo'ysangiz ham o'zi turaveradi mana. Hop, motorni ko'rib turibsiz. Motor yaponskiy, ya'ni Toyota bilan совместно ishlangan Granjet motor turibdi. 147 ta ot kuchi bor. Azza 147 ta 4 portionlik. Hop. Yana nimasini aytishimiz mumkin? Mashinani olish tartiblari avtokreditga, hop, yoki перечисление, ya'ni pul yutqizish yo'li bilan ham bizlar ko'plar xarid qilishyapti. 5 ta 10 talab hatto olishyapti katta-katta firmalar. Перечисление orqali olishingiz ham mumkin yoki kreditga boya aytib o'tgandek boshlang'ich pulni kelishgan holda boshlang'ich pulni berib, albatta olishingiz va 3-chi tartibda mashinani nasiya savdoga ham xarid qilishingiz mumkin va 4-inchisi albatta naqd pulga xarid qilsangiz ham bo'ladi. Sekingina buni yopib qo'yamiz. Xo'p, yana endi asosiy joyga keladigan bo'lsak, mashinamiz narxlari. Mashinamiz narxi faqatgina men chegirma narxida aytib o'taman va chegirma muddati tugagandan keyin asl o'z narxiga qaytadi. Hozir ko'rib turganingiz Jack X200'imizning bartovoy holati 231 million 840 ming so'm. Hamda shassini aytib o'tdim, ustida platformasi bo'lmaydi. Buni albatta o'zingiz o'rnatib olasiz. O'sha 227 million 360 ming so'm hisoblanadi. Bundan tashqari zavodskiy tentligi bor. Zavodskiy tentligi ham 238 million 560 ming hamda premium tovarni izotermik bor. Motor, mana shu to'rttala mashina hammasi motor, kuzov jihatdan hamda salon jihatdan bir xil, faqat orqa tarafida kuzov qilinganligiga alohida ajratiladigan joyi o'shanda hisoblanadi. 258 million 720 ming so'm furgoni berilyapti. Xo'p. Minusga keladigan bo'lsak, operator 1 daqiqa yana bu yoqqa kelasiz. Minusi
X200 ning minusi mana bu akkumulyator va akkumulyatorda plus minus bor. Minusi o'sha joyda. Pastda raqam qoldirilgan. Albatta telefon qiling. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. Keyingi videolargacha albatta o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.